Assalomu alaykum, men Sprinter bozor obunachilari. Bugun sotuvimizda tayyor zavodskoy Mercedes-Benz akalar radnoy holatda butun mashina. Video davomida sizlarga narxlarni, ma'lumotlarni tushuntirib o'tamiz. Akalar, yili 1992-yilda ishlab chiqarilgan, tayyor yurib turgan texnika, motor 601, rullar gidravlika. Salon qismlari yaxshi holatda turibdi akalar. Olib pul topaman deganlar bo'lsa, ikkitalik gazi bor, ham salarkaga ham gazga yuradi deyishyapti. Rama qismlari butun holatda akalar. Svarga tekkan yo uzilgan joylari yo'q. Orqa balonlar 15, uzunligi 420, zapaska balonlar ham turibdi, yangi. Boshqa umuman xarajati yo'q, uka pul zarurligi uchun sotyapman deyaptilar. Ishda bemalol salarkada yursanglar ham bo'laveradi, mashina to'xtab qolmaydi. Qismlar akalar. Eng qiziq akalar, mashina pulti ham bor akalar. Polni shumka qilingan mashina. O'zlariga moslab qo'yishibdi. Mashina motorida, karotka mostida umuman xarajat yo'q. Akalar, buni narxiga keladigan bo'lsak, 8000 dan ozgina o'tib beramiz deb turibdi. Bemalol pastdagi telefon nomerlariga aloqa qilib, yaxshi narxda olsanglar bo'ladi.